Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Bizni kuzatib o'tgan azizlar, barchalaringga yangilik salom. Barchalaringni ro'za Ramazon kunlari bilan tabriklab qolaman do'stlar. Charchamasdan ro'zalar tutyapsizlarmi, azizlarim? Kommentariyada yozib bitasizlar bitta-bitta. Qilib borayotgan ishlarimizdan obzorlar ko'rsatib boramiz azizlar. Qo'ldan kelgancha. Krishalarimizdan xudo xolasa bitib qoldi. Mana ko'rib turganlaringdek sliflar qo'yib bo'ldik. Endi pastda mana bu yerda sinega держатель bilan sliflari qoldi. Kanyoklari bor uzr. Mana bu taraflari ham ko'rib turganlaringdek hali kanyoklarni qo'yganimiz yo'q. Mana azizlarim, bizni qo'llashda davom etasizlar. Bitta laykalarni urib ta'sirlatib azizlarim. Ustalarning ishlariga e'tibor berib qo'yasizlar azizlarim. O'zimiz Namanganlik yigitlar qilibdi. Bu yerda ham g'ishtlarni o'yda devorga yozib qo'yishgan. Ko'rib turganlar g'ishtga Husniddin Savzi deb yozib qo'yibdi. Ko'rib turganlaringdek azizlarim. Barchalaringga shunchalik qo'llab-quvvatlab turganlar uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz azizlar. Bizni qo'llashda davom etasizlar.